Assalomu alaykum, qadrli Vodiylik YouTube dehqon bola kanali a'zolari. Xudo xolasa, bugun sanamiz 2026-yil. Xo'p. 14-iyul sanasiga biz o'sha Machitni bo'lgan Aziya nomli qulpnay ko'chatlarini tayyor qildik va bugun xudo xolasa mana o'sha ochiq dalamizga olib chiqib Machitni ko'chatlarimizni ekish jarayonini boshladik. Inshaalloh. Hop. Mana shu tarzda ko'chatlarni sog'lom tarzda ekyapmiz. Bu yilgi mavsum o'sha sizlarga rosa videolarini qo'ygan kartoshka poliyamizga Machitni ko'chatlar tayyorlab, ona ko'chatlarimizni ekyapmiz. Nasib qilsa mana shunaqa sifatli, sog'lom, mana bu meva qilmay turib ko'chat olib ko'chat chiqarib bermoqchimiz. Xuddi shunaqa ko'chatlarga zakaz ham olyapmiz inshaalloh. Pastga opisiyaga telefon nomerlarini qoldirib qo'yaman yoki hozir ekranga yozib qo'yaman. Mana shunaqa ko'chatlar kimgadir kerak bo'lsa, zakazga ham tayyorlab beryapmiz. Soni cheklanmagan miqdorda. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana bu yilgi qulpnay mavsumi ham boshlandi. Agatlarga suv tashlab, shu yerga o'zimiz uchun tayyorlayapmiz. Ona ko'chatlarimizni ekishni boshladik. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa bu yilgi sezon ham boshlandi mana. Sog'lom, sifatli, mana tomirlari ham juda chiroyli bo'lgan. Rosa ekadigan paytga kelgan ko'chatlarimizni olib chiqib ekyapmiz. Sog' bo'lasizlar. Vodiylik dehqon bola kanalini kuzatishda davom eting. E'tiborlaring uchun rahmat. Charchamanglar. Xudo xolasa mana mashinaga yuklash jarayoni boshlandi. Mashinaga yotqizmasdan, sindirmasdan tekis qilib yashiqlarga qo'yib 5 qator olib ketyapmiz. Xudo xolasa bitta borganda 1,5 mingta ko'chat e'tibor uradigan bo'ldi. Xudo xolasa. Cho'tki mana. Kimga kerak bo'lsa pastda nomer qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar aka-ukalar. Assalomu alaykum, qadrli aka-ukalar. Xudo xolasa bugun sanamiz 14-iyul. Machitni ko'chatlar uchun tayyorlagan ko'chatlarimizni mana ekishga tayyor qilib yuklash jarayonini boshladik. Inshaalloh. Bugundan ochiq dalaga ekishni boshladik. Olib chiqib ketyapmiz. Mana shunaqa tomirlari o'tgan, holati zo'r, ideal. Bu tarafni ko'rishlaringiz mumkin. Kasetada to'la